O'shda 8 oy oralig'ida sog'liqni saqlash tarmog'ida 7 jinoiy ish aniqlandi. Bu haqda Prezidentning hukumat organlaridagi korrupsiya bilan kurashish to'g'risida buyrug'ining bajarilishi to'g'risida kecha O'shda o'tgan yig'inda ma'lum bo'ldi. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan yil boshidan buyon sog'liqni saqlash tarmog'idagi ishxonalarda poraxo'rlikka aloqador 7 fakt bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Mazkur jinoyatlarning ko'pchiligi xizmat lavozimini suiiste'mol qilish va pora talab qilish bilan bo'lib sanaladi. Jinoiy ishlarning barchasi sudga yuborilgan. Yig'inda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi, prokuratura, militsiya, sog'liqni saqlash tarmog'idagi rahbarlar va mahalliy hukumat vakillari ishtirok etdi. Qirg'izistonlik fuqaro Suriyaga borib halok bo'lgandan so'ng 3 nafar farzandi, ayoli ketgan, onasi esa bedarak yo'qolgan. Bu haqda Akipress agentligiga Ichki ishlar ministrligidan bildirishdi. Uning ma'lumotiga ko'ra, Suriyada urushga 1986-yili tug'ilgan fuqaro 2014-yili ketgan. Talas oblastida 3 yosh bolasi bilan ayoli qolgan. Mazkur fuqaro 1 yil davomida 1990-yili tug'ilgan ayolini ham Suriyaga kelishga undagan. 2015-yilning mart oyidan qizi va o'g'li bilan Suriyaga ketgan deb bildirdi ministrlik. Suriyaga ketgan kishining 1963-yili tug'ilgan onasi Turkiyada ishlayotgan vaqtda farzandi oilasi bilan Suriyada ekanligini bilib, ularning ortidan ketgan. Ayrim ma'lumotlar bo'yicha mazkur fuqaro halok bo'lgan, onasining qayerda ekanligi noma'lum. Xavfsizlik bo'yicha vitse-premyer-ministr Abdurahmon Mamataliyev bundan 1 oy avval Qirg'iz-Tojik chegarasida yo'qolgan askarni qidirish ishlari kuchaytirilganini bildirdi. Uning azattiqqa bildirishicha, qidiruv ishlariga maxsus qismning harbiylari ham jalb qilingan. Qirg'iz-Tojik chegarasida xizmat qilayotgan harbiy 23-avgustdan buyon bedarak. Avval chegara xizmati uni navbatchilikka chiqib yo'qolganini aytgan. Biroq tekshiruv davomida askar komandirning topshirig'i bilan ovga chiqqani aniqlangan. Shundan so'ng mazkur harbiy qismning barcha xodimlari chetlatilgan. Yo'qolgan askar 2014-yilning kuz faslidan buyon O'sh chegara otryadiga qarashli Qaramiq chegara qismida xizmat o'tayotgan bo'lgan. O'sh shahrining yashovchilari tegishli xizmatlarga muammolarni internet orqali bildira olishadi. Shahardagi 8 munitsipal ishxona maxsus saytga joylashtirildi. Fuqarolar xohlagan joyda bildiruv yuborish bilan ularning xizmatidan foydalansa bo'ladi. Mazkur xizmatlarning ochiqligini ta'minlash va xalqning ijtimoiy masalalarini tezroq hal qilishni ko'zlaydi. Ular 8ga13 loyihasining asosida 1 yil mobaynida amalga oshirish kutilmoqda. Batafsil navbatdagi lavhada. Loyiha 8ga13 deb nomlanib, shahardagi 13 hududiy kengashda joylashgan 8 munitsipal xizmatga baho berish maqsadini ko'zlaydi. Buning uchun O'sh shahar meriyasi saytida onlayn internet faol karta tuzilgan. Mahkama ishxonalarining xizmat ko'rsatishi bo'yicha har bir jo'natilgan ma'lumot elektron tizim orqali chiqadi va meriya xodimlari avtomat tarzda xabardor bo'lishadi. Yaxshi jihatlari o'zimizda ko'rsatgan shu bizda xizmat ko'rsatayotgan mekeme ishxonalarga tarafından көптөгөн нааразычылыктар бар. Ошол врач туура эмес мамиле жасап коюшу мүмкүн. Ошол энергия системада, энергия сбытта туура эмес начисление кылуу деген көптөгөн мындай деңгээлдин көйгөйлөрү бар. Ошого окшогон маселелерди ушул жерден эле xabar berib. Hozircha O'sh tozalik va yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish agentligi saytga joylashtirilishi rejalashtirilmoqda. Qolgan 6 idora aniqlanadi. Loyiha tashabbuskorlarining so'zlariga ko'ra, shahar suv xo'jaligi va yo'llar boshqarmasini ham kirgizish ko'zlatilgan. Shaharliklar uchun agar svet o'chib qolsa, jo bo'lsam ko'chada transport bo'yicha, qumduq transport bo'yicha ya boshqa ko'yg'oylar bo'lsa, ani meriyaning mekemesine kelib o'tirmasdan internetga kirib bildiruga bo'ladi, al kartada ko'rgaziladi. Бұл деген жаңы технологиялар қолданып, biz шаардыктардын жашоосун жакшыртууга салым кошобуз деп. Interfaol xaritani tuzish elektron boshqarish tizimida amalga oshadi. Fuqarolar xohlagan yerga murojaat qilib, ularning xizmatlaridan foydalanishi mumkin. Loyiha xizmatlarining ochiq bo'lishini va ijtimoiy muammolarni tez orada hal etish maqsadini ko'zlaydi. Demek qaysi жерде мисалы тазалык жакшы болбой жатат, же qaysi жерде электр менен камсыздоо проблемасы бар, же болбосо qaysi аймакта суу көйгөйү жаралып жатат, же болбосо qaysi аймакта мүмкүн бир мындай
көрсөтүлгөн кызмат өз деңгээлинде аткарылбай жатат деген маселелерди ошол электрондук маалыматта көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү түзүлүп жатат. Loyiha 3 bosqichdan turadi. O'rganish ishlarini olib borish, ochiq ma'lumot portalini tashkil qilish va saytga joylashtirilgan xizmatlarning ishini faollashtirish. Loyiha Yuzafosh va O'sh shahar meriyasi tomonidan birgalikda amalga oshirishmoqda. Tegishli shartnoma bugun imzolanadi. Өзүңүздөр билесиздер, өкмөттө ушундай атайын бизге Кыргыз өкмөтүнө тапшырма бар, электрондук өкмөт түзүү маселеси. Деги эле шаарларды, айыл аймактарын башкарууда баягы автоматташтырылган электрондук тизимдерди колдонуу акыркы мезгилде актуалдуу болуп жатат да. Ошол маселелерди чечүүнүн дагы бир жолу болуп эсептелет да бул. Loyiha 1 yil ichida amalga oshirilishi rejalashtirilmoqda. Ta'kidlab o'tsak, mazkur loyiha joriy yilda O'sh shahrida o'tkazilgan Urban forumida qo'lga olingan. Ta'minlash ishlari esa nodavlat tashkilotlar tomonidan olib boriladi. Madina Ulug'bek qizi Merim Jaqibova, Zayir Abdukarimov, Intimaq. 24 sentyabr Qurbon hayit kuni 500 dan ortiq yilqi va mol go'shti kam ta'minlanganlarga tarqatiladi. Bu haqda tadbirni yil sayin uyushtirgan Elim Barsimbi xayriya jamg'armasining rahbari Habib Arzuqulov Azatliqqa bildirdi. Uning ta'kidlashicha, mazkur go'shtlar qariyalar uyiga, yetim bolalarga, imkoniyati cheklangan va yordamga muhtoj oilalarga beriladi. So'yiladigan hayvonlar homiy tadbirkorlar tomonidan olingan. Elim Barsimbi xayriya jamg'armasi ko'p vaqtdan buyon mahalliy tadbirkorlarning yordami bilan kam ta'minlanganlarga yordam ko'rsatadi. Xitoy davlatida dunyo brendidagi mahsulotlarning o'xshashlarining chetdan topilishi barchaga ma'lum. Avtomashina, uy jihozlaridan tortib dunyoga mashhur Eyfel minorasi ham uchraydi. Ularni barchasini xitoylik ishchilar yasashgan. Biroq AQSh prezidentiga o'xshash odam barchasidan ko'ra qiziqroq. 29 yoshdagi Xiao Zigonning tashqi ko'rinishi hammani lol qoldiradi. Barak Obamaga o'xshagan fuqaro hozirda o'zini kino olamida sinamoqda. Batafsil navbatdagi lavhada. Xitoy xalqi mehnatkash ekanligi barchaga ma'lum. Mazkur davlatdan g'arb davlatlarining mahsulotlariga o'xshash rusumlardan boshlab dunyoga mashhur Eyfel minorasini ham topsa bo'ladi. Lekin bir o'xshashlikni tabiat o'zi amalga oshirgan. U AQSh prezidenti Barak Obamaga qiyofadash inson. 29 yoshdagi Xiao Zigo Guanzhou shahrida istiqomat qiladi. Uning Amerika prezidentiga tashqi ko'rinishigina emas, qon guruhi ham o'xshash. Tavallud topgan kunlarda esa bir kunlik farq bor. 10 yil avval zavodda nazoratchi bo'lib ishlagan Xiao bundan 3 yil avval o'zini sinab ko'rish uchun Xitoy talentlari deb nomlangan shouda ishtirok etib, mashhurlikka erishgan. Shundan beri Xiao'ni turli reklama roliklarida AQSh prezidentini ijro etib berish uchun chaqira boshlashgan, lekin u ingliz tilida o'qisaydi. Men ingliz tilida yaxshi сөйлей албайм. Сахнага чыккан кезде чыныгы англис тили менен өзүм токуп чыгарган тил аралашып кетет да, эч ким түшүнбөй калат. Ишенбесеңер көргүлө. Hello everybody. Endi Xiao o'z kuchini kinoda sinab ko'rmoqchi. U albatta Obamaning rolini ijro etmasa ham, komediya janridagi tasmada rol ijro etish taklif qilinmoqda. Xiao эпизодко жөн гана туруп берсе, ошонун өзү жетиштүү. Анын сырткы келбети көрүүчүнү таң калтыра алат. Тасмада ал каракчылардын биринин ролун аткарат. Xiao'нун каарманы сырткы келбетинен эле өзгөчөлөнүп, дароо көзгө илинет деп ойлойм. Film kelgusi yildan boshlab muxlislar e'tiboriga havola etiladi. Uning budjeti $8 million tashkil qildi.